Azizlar, sizlar bilan bugun bizga eng kerakli bo'ladigan tana massa indeksi haqida gaplashamiz. Bu tana massa indeksi nima, bu nima uchun ishlatiladi va bariatriya amaliyotlariga bu qanday ahamiyatli hisoblanadi? Ko'pchilik bemorlar tomonidan beriladigan savollar, biz ularga beradigan indeks massa telasi raqamlar ko'rinishida berganimizda tushunmaydi. Bu nima uchun kerak? Biz siz bilan bu haqida ko'rib chiqamiz. Tana massa indeksi bu shunday tushunchaki, bemorda yoki har bitta odam uchun vazn, ya'ni bu 70 santimetrlik bemorning tana massa indeksini ko'rib chiqamiz. Bu formula ko'rinishida ikki xil variantda biz ko'rib chiqishimiz mumkin. Vaznning bo'lingan bo'yga nisbati, bo'yning kvadratiga nisbati yoki vazn, misol uchun 130 kilogramm, bo'ylari bemorning 170 deb oladigan bo'lsak, 130 kiloni 107 ni ko'paytirilgan, ya'ni kvadratiga, metr kvadratiga. Bu nimani bildiradi? 1 metr kvadrat joyga necha kilogramm vazn to'g'ri keladi degan tushuncha. Bu nima uchun ahamiyatli? Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining oxirgi bergan danilari bo'yicha, ya'ni oxirgi ma'lumotlari bo'yicha, bemorlarda operatsiyaga loyoqatlimi yoki operatsiya zarur emasmi, o'sha narsani aniqlash uchun ishlatiladi. Keling ko'rib chiqamiz. Indeks massa tela tushunchasi yoki tana massa indeksi holatiga qarab, agar 18 yarim va undan kam bo'ladigan bo'lsa, bemorlarda yoki har bitta odamda kam vazn, bu tana vazni yetishmovchiligi holatini bildiradi. 18 yarimdan 24.9 gacha bo'lgan holat bu normal vazn hisoblanadi. Ya'ni har bitta odamning, insonning bo'yiga nisbatan hisoblaganda 18 yarimdan 24.9 gacha bu me'yoriy vazn hisoblanadi. Endi 25 dan 25.00 dan 29.9 gacha bo'lgan oralikda bu ortiqcha vazn. Buni ham o'ziga yarasha darajalari bor. Xo'p, 30 va 34.9 gacha bo'lgan indeks massa tela tushunchasi bu semizlikning birinchi daraja yoki yengil daraja semizlik hisoblanadi. Endi 35 dan boshlab 39.9 gacha bo'lgan oraliq bu semizlikning ikkinchi darajasi yoki o'rta daraja semizlik hisoblanadi. Endi 40 va 40 dan 44.9 gacha bu semizlikning 3-darajasi hisoblanadi. Endi bu yerda ko'rsatilmagan 50 va undan baland bo'lgan semizlik bu supermorbid semizlik deb tushuntiriladi. Endi bu yerda qachon operatsiya qilish mumkin degan savolga javob beramiz. Operatsiyaga qachonki bemorning indeks massa telasi 40 dan baland bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri og'ir daraja semizlikda operatsiyaga ko'rsatma bo'ladi. Ya'ni bunda bemorning